Shuna bo'lgin. Ha? Ana haligi uyda chiqib ketganmiz-ku. 2 kunda pul beraman deydi. Asha aka mana material qilib yuribdi-ku. Yur gaplashib pulni olamiz. Pul oz desa men qayerda gapirib beraman-da. Ammo Olish kerak, pul zarildi. Zarildi, gaplashib olamiz-da. Ammo narsa desa men urushib qolaman. Qayerda gapirib beraman. Assalomu alaykum. Aka, alaykum assalom. Tuzimsizlar? Ishlaringiz yaxshi, charchamasizlar? Tinchmisizlar? Aka, bizning pulimiz nima bo'ldi? Ko'p yo'qda kamchilik ko'payib ketdi. 2 kun sabr qilib turinglar. Beraman shu pulinglar. Pul yo'q deb aka, boshqa narsalar olib yuribsiz. Aka, ishingizni qilib yana orqangizdan yugurib yuramiz ekanda biz. Odammisan, tushuntiryapti-yu, 2 kun deyapti, 2 kunda qilib beraman deyapti-yu. Tiravermagin. Oshna sen urushib olaman, qayerda gapirib beraman deyatavering. Urushib olishdi, men nazarda tutgan ekansan-da. Faqat men bilan urushyapsan-ku.